Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz vodiydagi eng katta LED ekranlar o'rnatilgan Afrosiyob to'yxonasidamiz. Bu yerda shunaqangi katta LED ekran bu tomonga ham va narigi tomoniga ham qo'yilgan ekan. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Alaykum assalom. Xolosod aka. Salomatsiz? Qancha bo'ldi o'rnatganinglarga buni? Xo'p, taxminan bir haftagacha bo'ldi. Necha topshirib berganimizga. Xo'p, общий to'yxonamizda salkam 140 kvadratga yaqin o'rnatilgan. Bu joyda 85 kvadratlisini ko'rib turibsiz. 85 kvadratli. Qoyilmisizlar? Eng qizig'i bu modelda bemalol sinovlardan o'tkazsa bo'ladi. Masalan, har xil udarlarga chidamli, to'g'rimi? Ha, bemalol qanaqadir tashqi udar berib, xohlasangiz ustiga chiqib bosib ko'rsak ham bo'ladi. Taxminan 70-80 kilo, 100 kilolik odam bemalol bosib ko'rsa ham bo'ladi. Tushsa bo'ladimi hozir? Bemalol. Bo'lmasam. Bo'ldi. Keling, bo'lmasa mana qilamiz. Ya'ni videoni kesib sizlar boshqa qilib emas, realniy qilib ko'ramiz. Videoda kesilmasin. Ha. Biz montajda sekinroq bo'lib qolgani uchun tezlatish uchun kesamiz-da o'zi aslida. Ayblarni yashirish uchun emas. Mana shunda umuman kesmang. Boshlaylik bo'lmasa. Videoni kesmasdan ham topib ko'ramiz. Bismillah. To'y ko'rmaydi? Yo'q, bu juda ham bezopasniy, juda ham sifatlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot o'rnida Xitoyning Changli kompaniyasiga tegishli LED monitorlar sifati, ishlash kafolatiga garantiyali. Biz O'zbekistonda eng katta dilerlardanmiz bu kompaniyani. Video davomida ko'rsanglar, Xitoy o'zining zavodiga borib, bir qator zavodni ham o'zini obzor qilib qo'ygan videolarimiz bor. Profilda kuzatsanglar bo'ladi buni. Aka, mendan ko'ra og'irroq, keling biz tekshirib ko'ramiz. Qani? Sinmaydi, chiqaraman rostmi? Bemalol chiqarasiz. Mashina o'zini qo'yib, hozir aniq ko'rasiz. Ishlatib ko'ramiz. Hech narsa bo'lmaydi, hozir mashina qo'yishni bo'ladi. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Hozir просто narsa tegdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mashina o'zi hech qanaqa kesmasdan, boshqa qilmasdan joyiga xotiramiz. Bismillah. Qoyil lekin. Gap yo'q. Mana kichkina ichida bo'lakchani katta-katta qilib ketsa bo'laver ekan, to'g'rimi? Qo'shib ketsa. Ha, bu plitka bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, razmeri eniga 32 sm, balandligi 16 sm bo'ladi. Mana hozir buni joyiga qo'yamiz. Qani chokini qidirib ko'ramiz keyin. Bismillah. Chokini topa olmay qolasiz ekan. Qaydan chiqadi? Bemalol qidirib chokini ko'rsangiz bo'ladi. Narxlari qanaqadan boshlanadi? Necha puldan boshlanadi eng arzoni? LED monitorlarimiz umumiy narxlari $350 dan boshlab, bu yog'i $1000, $1200 gacha qarab ketaveradi. Oyoq ostiga ham qilib bersa bo'ladi. Mashina ko'taradigan qilib. Polga, patologga, har xil tashqari ichkariga farqi yo'q. Albatta, mashina ko'taradigan 2 tonna, 2,5 tonnagacha bemalol ko'taradigan qilib qo'yib bersak bo'ladi. Chetlardagini ham sizlar qo'yib berganmisizlar? Ha, bu kelin-kuyov orqa tomoni, bu o'ng tomon, chap tomon bokovoylar va san'atkorlar orqa qismiga ham qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana podiumni daraj tagiga ham qo'yganmiz. Bu narujniy model. Ya'ni tashqi model. Nima uchun tashqi deydigan bo'lsangiz, birinchidan sal yorqinroq, keyin ikkinchidan chidamliroq. Kimdir turtib yuborishi mumkin yoki qo'ldan nimadir tushib ketishi mumkin. Bemalol hali o'zimizni jaydari tilda tepib ko'rsa ham bo'ladi, qattiqroq. Suvga ham chidamli bu? Ha, bemalol bu suvga ham chidamli. Bu unaqa emas, bu ichki model. Bu ichki, shu hozirgi ko'rsatgan modelimizni davomi. Bitta, u ham, bu ham bitta model. Bularning narxlarini necha puldan qo'yib bergansizlar? Necha pul qilib berasizlar biz obunachilardan so'rashsa? Xo'p, siz obunachilaringizga albatta sizni nomingizdan chiqsa, chegirma bilan qilib beramiz. Taxminan $400-450 atrofida. $400 Ha, atrofida. Endi buning ichida ustanovkalari, garantiyalari birga, lekin video prosessorlari, bir ikkita programmalari bor. O'shalarga qarab. Taxminan shu joy $50-60 ming atroflariga bitibdi-da, demak. Ha, $60 ming atrofiga bitgan. Zo'r. Va farg'onaliklar bo'lsa yaxshi bilishar ekan, Afrosiyob eng avtoriteti baland to'yxonalardan hisoblanar ekan. Farg'onaliklar bo'lsa yozib qoldirasizlar buni. Keyin sizlar umuman LED sohasidasilar-ku, mana shu aynan LED ekranlar. Qanaqa joylarga qo'yib bera olasizlar? Yana qanaqa joylarga qo'ygansizlar vodiyda? Sizni ko'pchilik vodiyliklar kuzatishadi va butun O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston ham qo'shni davlatlarga ham qo'yganmiz. Nafaqat vodiyda, qo'shni davlatlarga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qirg'izistonda Chimkentda даже ofislarimiz ham bor. Nasib bo'lsa, vaqtlaringizga qarab birgalikda u yerda ham bir obzor qilamiz. Oybek aka degan akamiz bor. U yerda yuritadilar. Juda ham shu shikarniy qilib ofis qilganmiz. Showroom qilganmiz inshaalloh. Vodiyda Farg'ona, Andijon, Namanganda katta-katta obyektlar qilganmiz. Imенно hozir Farg'onadan so'raganingiz, Farg'onaliklar ko'pchilik bilishadi, yo'l yuzlarida LED monitorlar bor, chorrahalarda bor. Farg'onaning markazi Sum, avval Sum deyishardi, hozir bilmayman, Karzinka bo'lsa kerak. U joyda salkam 100 kvadratga yaqin LED monitorlarimiz bor. Ular tashqi modellar. Hozir suv sepib, bu narsa urib, даже ishlatib, tekshirib ko'radigan modellar ular. Uni ham inshaalloh
bir vaqtlarimizga qarab bir obzor qilish Ko'rsatsak nasib bo'ladi. qilsa. Demak, tashqariga ham, ichkariga ham mana shu LED ekran sohasida har qanday xizmatlar ko'rsatasizlar va bundan tashqari dachalarga kinoteatr qilmoqchi bo'lsa, katta, uni ham qilsa bo'ladi shu monitorlarda. Ha, uylarga, dachalarga, villalarga kinoteatr, damashlik kinoteatr bemalol futbolga o'ynab yoki basseynni qirlariga hozir misol Toshkentda ko'p dachalarga qilib beryapmiz. Basseynlarni tashqi qismiga, ushbu basseynda cho'milib, boshqa qilib, dam olib, bemalol PlayStation o'ynab, futbol tomosha qilib, kino ko'rib, dam olishga zo'r variantlar qilib beryapmiz. Tushunadi. Oyoq ostiga qilinadiganlar necha pullardan boshlanadi? Oyoq ostiga qilinadigan $700 boshlanadi. U yog'i $1000, $1200 qarab u modellarimiz ham o'zgaradi, ha. Va qo'shimcha ma'lumot o'rnida hozir to'ylarga, har xil marosimlarga, yaxshi kunlarga ko'pchilik arenda sifatida ishlatishyapti. Misol uchun bugun borib o'rnatadi, 2 kun yo 1 kun turadi, yana qayta olib ketadi. U modellarimiz ham bor. Olib kelib, o'zimiz ustanovka qilib, xodimlar bo'lsa, misol klient mijozlarimizni o'rgatib, yashklari bilan uni video davomida ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'rgatib, misol necha kvadrat? 1 kvadratdan boshlab 100, 200, даже 1000 kvadratgacha bemalol olib kelib, sifatlilarini o'zimiz bemalol qilib beramiz. Unga misol tashqarida qolib ketadi, uni ustini yopish kerak. Keyin yana ochib, misol u to'yini o'tkazib olish kerak yo boshqa qilish kerak degan narsa yo'q. Misol uchun tug'ilgan kun qilmoqchi, qaysidir mijozimiz yo o'zingiz misol katta LED monitor kerak bo'lib qoldi. Bemalol uni uyga olib borib shunda o'rnatib, даже chet elda qanaqadir qarindoshlar boshqalar bo'lsa ham Zoom orqali hozir ko'pchilik ulashyapti. Bemalol video qilib, Zoom orqali darslar o'tib yoki Zoom orqali qarindosh urug'lar ko'rishib, gaplashib qo'ysa ham bo'ladi. Misol u yomg'ir yog'ib qoldi, qor yog'ib qoldi, qo'ya olmas ekanmiz, o'tkaza olmas ekanmiz deyilmaydi. Turaveradi yomg'ir. Bemalol yomg'ir qorda ham qanaqadir tashqi zarbalar bo'lsa ham bemalol turaveradi. Texnik holatida konstruksiyalarni chiroyli qilib o'rnatib, o'zimiz tushuntirib qo'yamiz va upakovka variantida qilib beramiz. Shunday kompyuterni ulaydi yoki primoy hozir aytganimdek futbol, PlayStation bemalol yoki kino, damashlik kinoteatr qilib foydalansa ham bo'ladi. Tushunadi. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Vodiyda qayerda ofislar bor, qayerga borib ko'rsa bo'ladi variantlarni yana. Vodiyda hozir Namanganda ofisimiz bor, Toshkentda ofisimiz bor, boya aytgandek Chimkentda ofisimiz bor. Bemalol telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Bemalol xodimlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Qanaqa variant xohlayotgan bo'lsa, borib o'rnatib beriladi. Ha, borib mijozlarimiz bilan ko'rishib, joylarini ko'rib, o'zimiz tavsiyalarimizni berib yo o'zlarida variantlar bo'lsa ko'rib, maslahatlashib, bemalol ko'ngillaridagidek LED monitorlar qilsa bo'ladi.